qanaqa aylis, qanaqa katta rezultat, nimani kutyapsiz o'zingizdan? Bir kimdir sevib qolaverasiz, atmashinaga kirib ketaverasiz. Soatlab Telegram, Instagramda o'tirsiz, YouTube Reels'larda o'tirsiz, Instagram Reels'larda o'tirsiz, uni kuzatasiz, buni kuzatasiz, har minutda chalg'iysiz, dars qila olmaysiz, 1 soat ko'chaga chaqirishsa og'aylaringiz yoki dugonalaringiz chiqib ketaverasiz. O'zingizni ana nima desa bo'ladi, aldab kelaverasiz. Inson katta rezultat kutmang. Qilmang mana shu narsalarni, sotsializatsiya yig'ishtiring, polniy izolyatsiyaga keting. Og'aylaringiz ham kim bo'lishidan qat'iy nazar kutib turadi. Hammasi o'sha yoqda. Hammasi kutib turadi sizni. Yaqin do'stingiz bo'lsa, yaqin insoningiz bo'lsa, yig'ishtiring, mana ichish, chakish hammasini yig'ishtirib tashlang. Kiring, izolyatsiyaga kiring, отношения yo'q qiling. Nerealniy katta rezultat bo'ladi, ishoning menga.